Salam qadarli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanlar yaxshi turibsizlarmi? Bugun biz Yuhanna bayon qilgan xush xabar darsimizning davomini ko'rib o'taylik. Bugun ko'rmoqchi bo'lgan mazmun Yuhanna bayon qilgan xush xabar 6-bob 1-oyatdan 15-oyatga qadar bo'lgan mazmunlar. Biz mazmunni boshlashdan burun avval bir qatim o'qib chiqaylik. Bir mezgildan keyin Hazrat Isa Jaliliya ko'li Tibriya ko'li deb atalgan ko'lning o'q etib o'tdi. Zo'r bir to'p xaloyiq uning keynidan agishib mangdi. Chunki ular uning kasallarni saqaytgan mo'jizalarini ko'rgan edi. Hazrat Isa taqqa chiqib, u yerda shogirdlari bilan birga o'tirdi. Bu Yahudiylarning o'tib ketish aytiga oz qolgan vaqt edi. Hazrat Isa beshini ko'tarib, zo'r bir to'p xaloyiqning o'zining oldiga kelayotganligini ko'rib, Filipdan shuncha ko'p odamni to'ydirgudek nonni nadin topamiz deb so'radi. Hazrat Isa bu so'zni uni sinash uchun aytgan edi. Amaliyotda qanday qilishni o'zi biladi. Filip javoban, hammalarning bir-biridan nonni yeyish uchun 20 yillik kirimmi yetmaydi dedi. Shogirdlardan yana biri, ya'ni Simon Petrosning enisi Andar Hazrat Isaga bu yerda bir kichik bola bo'lib, uningda 5 arpanan bilan 2 beliq bor. Lekin buncha bola odam uchun bu nimaga yetsin dedi. Ko'pchilikni o'ltirg'izinglar dedi Hazrat Isa. U yer kang ketgan chimanzorliq edi. Xaloyiqning hammasi o'ltirdi. U yerdagi erlarning sonila 5000 bor edi. Hazrat Isa nonlarni qo'liga olib, Xudoga shukr etgandan keyin o'ltirganlarga bo'lib berdi. Beliqlarni shunday qildi. Ko'pchilik xalg'anchi edi. Hammaylar yeb to'yganda Hazrat Isa shogirdlariga "Eshib qolganni yig'inglar, hech narsa zoyi bo'lmasin" dedi. Shuning bilan ular ko'pchilikning 5 arpanandan yeb eshib qolganni 12 sivatga to'ldirib yig'ib oldi. Xaloyiq Hazrat Isaning ko'rsatgan bu mo'jizasini ko'rib, dunyoga kelishni Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar haqiqatan mush ekan deyishdi. Hazrat Isa ularning o'zini Isroillarning podshohi bo'lishga majburlaydiganligini bilib, ulardan ayrilib, qaytadan taqqa tanha chiqib ketdi. Xo'sh qarindoshlar, bugungi mazmunni boshlashdan burun biz avval oldingi qatimliq soatda biz o'rganganlarimizni bir qatim eslab o'tsak, sizlarning bundaqlam yodinglarga keltira oladigan oldingi soatdagi mazmun bir yig'i so'z bilan yig'inchoqlasanglar nimadi deb so'rab qo'ysam, oldingi soatlik mazmunni yig'inchoqlasak, Xudoga bo'lgan sevginglar bormi yo'qmi? Ya'ni Xudoning so'zi qalbinglardan o'rin aldimi, almadimi deganga o'xshash shunday bir savolni bizga qo'yadigan bir mazmun deb yig'inchoqlay olamiz. Chunki Hazrat Isa oldin qatimliq mazmunda uning oldingi qisatdagi shu Yahudiy oqsoqollar bo'lsin kishilarning shu shikoyatlariga qarata uning oldingi qisatda izohat bergan bo'lsa, oldingi qisatlik darsimizda bo'lsa, o'zining haqiqatan Xudo avatgan qutqizuvchi Masih ekanligiga guvohlik beradigan guvohchilar sifatida ularga tushunishli qilib, ular ishindigan, ular nopozliq qaraydigan, ular eng hurmatlaydigan shuna payg'ambarlarni tilga ilib turib, Yahyo payg'ambarning guvohlik so'zlarini, ya'ni andan keyin Hazrat Isa o'zi kishilar orasida yurgizgan shu mo'jizalari bo'lsin, ham shunday o'zining tamomlamoqchi bo'lgan shu ishini guvohlik tortadi. Chunki yag'an payg'ambarlar agar Hazrat Isa haqiqatan Xudo tarafidan avatilmagan biri bo'lgan bo'lsa, uning deganlari amaliyotga aylanmaydi degan ma'noni bildirib turib, chunki yolg'on payg'ambarlarning so'zlari, bishoratlari amalga oshmaydi. Shuningdan sizlar payg'ambarlarning rost yolg'onligini farqlantirsizlar deb Xudo burun ularga o'rgatgan emasmi? Shuning uchun Hazrat Isa o'zining yaratgan mo'jizalari va qilgan ishlarini nemishqa guvohlik tortadi degan vaqtimizda, dal shu o'zining haqiqatan Xudoning yenidan kelgan bir ekanligini isbotlaydigan, haqiqatan o'zining deganlarining haqiqat ekanligini isbotlaydigan shunday guvohlik bera oladigan bo'lsa, dal o'zining qilganlari, mo'jizalari, o'zi orqali shu yaratilgan ishlar ekanligini deb turib, o'zining yaratgan mo'jizalari bilan tamomlamoqchi bo'lgan ishini guvohlik tortgan edi. Andan keyin Xudo otam o'zi menga guvohlik bergan edi deb turib, shu Hazrat Isa haqida Xudo o'zining
ovozini biz anglab o'tgan edik. Shu xushxabar qismlari bo'lsin, u mening suyimlik o'g'lim, men undan xursandman deb suv cho'mildirganda degan bo'lsa va keyin shogirdlari bilan taqqa chiqib, niqon vaqtida shu vaqtda bulutlar arasidan Xudoning ovozi, u mening o'g'lim, uning ovozi quloq selinglar, men undan xursandman degan o'sha shunday ovozlarni, ya'ni Xudoning shunday ovoz anglandi degan mazmunlarni biz tepib turib, Xudoning degan guvohliklari haqida biz ko'rgan edik. Endi oldingi sali darsda va bizga ham shunday bir dars va savoq bizni ham o'zimizni tekshirib o'tadigan shunday markazlik so'z ibora nima desa, sizlarning qalbinglarda Xudoning so'zi o'rin olmagan bo'lg'ashqa, shuna sizlar bilan meni Xudoning avatganligiga ishonmadinglar degan so'zi bor. Va shundaqla sizlarning qalbinglarda Xudoga bo'lgan muhabbatinglar yo'q degan shu so'zi. Ya'ni atamning nomi bilan kelsa meni qabul qilmaysizlar, sizlar faqat kishilarning maqtashiga erishishni xohlaysizlar-yu, ya'ni Xudoning maqtashiga erishishni xohlamaysizlar, ya'ni tirishmaysizlar degan shu mazmunlarning ichida bizga markazlik qilib, bizga yetkazmoqchi bo'lgan, bizga ham o'yg'otadigan, bizni ham o'ylantiradigan shunday bir markazli bo'lgan bir jumla shu: sizlarning qalbinglarda Xudoning so'zi o'rin oldimi yo'q? Undoq bo'lsa Xudoning so'zi qalbida o'rin olganlar, undaq odamlarning, ya'ni Xudoning so'zini suydiganlar, Xudoning so'zi qalbida o'rnatilganlar. Bundaq odamlarning ifodasi alohidligi qanday bo'lgandi degan o'xshash. Chunki Xudoning so'zi bizning qalbimizga qalbimizda o'rin olgan vaqtida, ya'ni Xudoning amr farmonlari, so'zlari, barcha bizga o'rgatganlari hammasi qalbimizdan o'rin olgan vaqtida bizning hayotimizda biz hozirgacha davomli o'rganayotimiz qaytadan to'rilish degan o'xshash. Shu qaytadan to'ralgan hayotning birinchi ifodasi nima degan vaqtimizda bizning hayotimiz o'zgarish oldi. Bizning hayotimiz o'zgarish oldi deganda bizning munosabat, kishilik odamlar bilan bo'lgan munosabatimiz, odamlarga bo'lgan bizning pozitsiyamiz hammasida mushlardan hammasida o'zgarish paydo bo'ldi. Konkret holatda o'zgarish paydo bo'ldi. Ham shunday Xudoni so'ydiganlarning Xudoga bo'lgan sevgi qalbisida bo'lgan kishilar, ya'ni Xudoga bo'lgan muhabbati bo'lgan kishilarda qanday bir alohidliklar, qanday bir ifodalar bordu degan narsalarni biz konkret o'ylanib chiqishimiz to'g'ri keldi. Shuning uchun biz muhabbat va sevgi, bularning konkret ifodasi nima? Muhabbat degan nima? Sevgi degan nima? Unda bo'lsa Xudoni so'ydiganlar, Xudoga bo'lgan shu muhabbati bor odamlar. Unda biz bundaq odamlarning ifodasi, bu odamlarning vujudida qanday o'zgarishlar bo'lgandi degan narsalarni biz konkret o'ylanib chiqishimizga to'g'ri keldi. Xo'sh qarindoshlar, oldingi qatamliq mazmunni mushunchalik biz takrorlasak, bugungi mazmunga kelsak, bugungi mazmunda, ya'ni shu ishlar yuz bergandan keyin, shundaq ishlardan keyin, ya'ni bir mezgildan keyin hozirda esa Jaliliya ko'li, ya'ni Tibriya ko'li deb atalgan ko'lning o'qitiga o'tdi degan mazmun bor. Bu yerda Tibriya ko'li. Men oldingi qatimliq mazmunda Rim amaldori degan shu mazmunda qisqacha deganga o'xshash, bu yerda Tibriya ko'li deb atalgan ko'l deb, ya'ni Jaliliya ko'li deb turib, bizning kitobimizda tirnoqning ichida Tibriya ko'li deb atalgan ko'l degan edimizmi? Ya'ni bu ko'l Rim shahzodasi Tibriyas uchun yasalgan shahar oldidagi shu ko'lni Tibriya ko'li, ya'ni shu bo'lakni Tibriya ko'li deydi. Ya'ni Jaliliya ko'lining g'arbiy va janubiy qismi. Sizlar kitobning keyinidagi Ayso Masih davridagi xarita qarsanglarmi Tibriya degan joyni topa olasizlar. Shuning shu joy. Endi bu joy bo'lsa biroz qaqaslik, o'ltirish, odamlarning yig'ilib o'ltirishi tez bo'lgan shunday bir joy deydi. Shunday bir joydagi bo'lakni Tibriya ko'li deb ataydi degan o'xshash. Shuning o'xshash Hazrat Ayso Jaliliyaning shu qaytiga o'tdi degan mazmun bilan boshlandi. Ham Hazrat Ayso dal shu Tibriya ko'li tarafga, ya'ni shu tarafga o'tgan vaqtida zo'r bir to'p xaloyiq uning kendidan agishib mangdi deb, ya'ni Hazrat Aysoga agashguchilar kimlar? Ya'ni Hazrat Ayso Tibriya ko'li tarafga o'tganda uning kendidan agishib mang'uchilar kimlar degan vaqtida nihoyatda bir zo'r bir to'p xaloyiq,
şu kişilerning Hazrat Aysoning oqidan ergishib manganligini. Ham bu kişilerning alayligi nima desa, chunki ular Hazrat Aysoning kasallarni saqaytgan mo'jizalarini ko'rganligi uchun Hazrat Aysoning kendidan ergishib manganligini bu yerda alayda bizga tushuntirib beradi boshlanishdan burun. Ya'ni shu ko'lning keyni o'tgan edi Hazrat Ayso. Shunda Hazrat Ayso kelganligini ko'rgan bu xaloyiq bu kendidan Hazrat Aysoning kendidan ergishib mangan. Bularning Hazrat Aysoning kendidan ergishib mangishdagi sababi Hazrat Aysoning ko'rsatgan mo'jizalariga qilgan shu ishlarga, ya'ni mo'jizalarni ko'rganmiz, mo'jiz karomatlarni shuni ko'rgan bo'lg'ashqa hayronlik ichida, shu Hazrat Aysoning mo'jizalari bo'lgan hayronlik ichida shu Hazrat Aysoga ergishib manganligini bizga bu yerda ta'vatadi. Chunki oxirsida bu xaloyiqning yana qandaq bir ong'i kelganligini qayta chiqaradi emasmi? Shunga buni biz esimizda saqlab turib, mazmunning kayiniga diqqat qilsak, texmi yaxshi tushunaramiz demakchi. Hem şunlarla yeni bir yerdə bizə tərifləyətgan alayda bizə düşündürətgan məzmunun yeni birisi nə dese, Hazrat İsa, çünki şundan zor bir top xalayiq kendine erişməndə emasmı? Hazrat İsa bu vaqtda taqqa chiqib, u yerdə şagirdləri bilan birga o'ltirdi deydi. Hazrat İsa bolsa bu bir muncha xalayiq oqidan erishgan vaqtida o'zi taqqa chiqib, shogirdlari bilan shu tog'da o'ltirganligini. Endi bu tog' desak biz o'ylaydiganmiz, tog'da nurg'un ishlar yuz bergan-ku, biz muqaddas kitobni tasvirlab, nima o'qiganlarimiz bo'yicha o'ylab baqsak, masalan, Musa taqqa chiqib, Xudoning so'zini aytib tushdi degan o'xshash. Ham shundaqla tog'da biz eng tafsili, ya'ni eng ko'rinalik holatda yodimizga olalaydigimiz girishim degan o'xshash, ya'ni baxt barakat tilaydigan tog' bilan, ya'ni la'nat tilaydigan tog' degan o'xshash, shu girishim bilan ibodat degan o'xshash, shu ikki tog'lar bor degan o'xshash. Endi bu yerda Hazrat Aysoning bu taqqa chiqib shogirdlari bilan birga o'ltirishini biz ya'ni barcha xalay, chunki biz bayon dedik tog'da Musa Xudoning so'zini, Tavrat qonunini tog'dan elib tushgan degan o'xshash. Va shu tog'larda bir sirli baxt tilsa va bir tog'da bo'lsa la'nat degan o'xshash. Yendilam shu Xudoning so'zi, hukm farmonlari degan o'xshash shularni jakarlaydigan shuna bir ishlar yuz bergan. Ya'ni Xudoning so'ziga, Xudoning shu farmonlariga bo'lsin, Xudoning so'ziga bo'lsin, haqiqatiga bo'lgan shuna so'zlarga bog'lanish mazmunlarimiz tog' bilan munosabatli mazmunlarni bilib chiqqan emasmi? Hazrat Ayso ya'ni haqiqat bo'lgan Hazrat Ayso o'zimi taqqa chiqib edi shogirdlar bilan birga o'ltirib, bir muncha xaloyiq hammasi ko'gidek qilib, xaloyiq hammasi anglug'idek qilib, xaloyiq hammasi ko'gidek qilib. Chunki tog' desak bu hamda o'rmonlar qoplagan hech kim ko'ramaydigan unda tog' emas. Bizning vatanda bekchiq bundaq taqirliq şeğil donliklar biz dedik, aldın qaytımlam dedik. Bu Yerusalim tarafdaki tağlar dese, onda igiz bizning Tangratag'dek tağlar emas, balki shu bizning qotgan vaqtimizda bir şeğil qaqasliq shuna bir donlik tağdak, onda igiz emas, donlikdan sal igizaraq, tağdan pasaraq shuna bir qaqasliq, shuna bir tağlarimiz bor emasmi? Shunga o'xshash tağliqlar desak, tushunsak bo'ladi. U yerga chiqqan odamlarni biz ko'ralaymiz, kimlarning borligini biz anqiralaymiz degan o'xshash. Shunga o'xshash bu yerda taqqa chiqishdiki bir alayligi nima desa, hamma odam ko'gidek qilib, hamma odam uning oldiga kelalaydigan qilib, hamma odam bu Hazrat Aysoni ko'rgandan keyin xalqlarning uning oldiga kelib, haqiqat so'zlarini anglash bo'lsin va uning oldiga kelib Xudoga yiqilisha oladigan shunday bir ochiq oshkor holatda hamma odam ko'ralaydigan qilib, ochiq oshkora Xudoning so'zini, Xudoning ishini demismi? Hazrat Ayso har vaqt har yerda bo'lsin ochiq oshkora aniq qilib Xudoning haqiqatini so'zlab taqib qilgan emasmi? Hamma odam anglig'idek qilib, hamma odam ko'raligidek qilib, hamma odam Xudoning haqiqatini anglab topaligidek qilib shunday xizmat qilgan o'xshash. Xo'sh, 4-oyatga qaraydigan bo'lsak, yana bir alaylik var. Bu mazmun başlanışdan burun nihayet köp alayliklarni bizga tasvirlab berayotganligini biz anqiralaymiz. Ya'ni bu Yahudilarning o'tib ketish hayitiga az qolgan vaqtidi deb buni bir ta'riflaydi. Biz o'tib ketish hayitini oldin qatim, ya'ni Yuhanna bayon qilgan xo'sh xabar oldin qatim ikkinchi bob mazmundan bir qatim chiqqan emas. Ya'ni o'tib ketish hayitiga az qolganda Hazrat Ayso Yerusalim berib nim qilgan edi. Shu joyda ibodatxona o'yinlaridagi shunday mal sotuvchilar bo'lsin, pul tegashuvchilar bo'lsin, kaptar sotuvchilar bo'lsin, shundaqlarning joylarini tozalaganligini,
ya'ni ovqatchilarni qo'g'lab chiqqanligini biz deb o'tgan edik. Ham shundaqla bu vaqtda Hazrat Ayso nim degan o'zini haqiqiy Xudoning ibodatxonasi deb turib shu vaqt ibodatxonni buzib olsanglar men 3 kun ichida qayta qurib chiqaman degan mazmunlar orqali Hazrat Aysoning shunday ishlarni ko'rsatganligini shu gaplarni qilganligini biz degan edik. Ana olsa bu qatimqi o'tib ketish yetidan keyin qanday ishlarni yana bizga uqtirganligi bizning diqqatimizni qo'zg'aydi. Yuhanna bayon qilgan xo'sh xabarda 3 qatimlik o'tib ketish yeti tilga ilindi. Masalan 2-bob 13-oyatda bir qatim tilga ilinsa, 6-bob 4-oyatda bir qatim tilga ilindi. 11-bob 55-oyatda yana bir qatim tilga ilindi o'tib ketish yeti. Biz bu Yuhan bayon qilgan xo'sh xabardagi o'tib ketish yetilari orqali Hazrat Aysoning 3 yillik xizmat qilgan shu ishlarni 3 yillik xizmat jarayonini biz aniqlaymiz, ya'ni bilalaymiz. Shuning uchun bu yerda o'tib ketish heyeti desak, Hazrat Ayso 3 yil yer yuzida Xudoning haqiqiy mo'jiz karomatlarini, o'zining haqiqiy shu Xudo avatgan qutquzuvchi masih ekanligini jakarlagan o'xshash, mushu kitoblarda bayon qilgan Hazrat Aysoga oid barcha ishlarning 3 yil ichida yuz bergan ishlar ekanligini biz mushlar orqali bilalaymiz desak bo'ldi. Qisqasi o'tib ketish heydi desak, bu vaqtda qurbonlik qiladigan qo'zini biz har vaqt yodimizga keltiramiz. Shuningga o'xshash bu o'tib ketish heydi tilga ilingan ekan va bu o'tib ketish heydining qurbonlik qo'zisi kimdi? Albatta biz Hazrat Ayso edi deb turib, Yahyo payg'ambarning guvohlari bo'lsin, mushu biz 1-bob, 2-bob mushu izchil Hazrat Aysoni barcha kishilarning gunohi uchun insonlarni gunohdan qutqizgan qurbonlik qo'zisi deb turib guvohlik bergan shu Yahyoning guvohlari orqali biz deb o'tgan. Ham shundan oldin qatimliq o'tib ketish yeti qismida bo'lsa, Hazrat Ayso o'zini haqiqiy Xudoning ibodatxonasi, ya'ni insonlar bilan Xudoning arasidagi, ya'ni insonlar bilan Xudoni yarashtiradigan, yaqinlashtiradigan, insonlarni Xudoning oldiga boshlab boradigan, insonlarning Xudoga haqiqiy ibodat qila oladigan, shunday ibodatxonasi ekanligini, ya'ni degan emasmi? Ya'ni o'zini ko'rsatib turib, ibodatxonani qurib 3 kun ichida qurib chiqaman deb turib shuna degan. Endi bu qatimliq o'tib ketish heytidan keyin yana Hazrat Aysoga oid yana Hazrat Aysoning yana o'z haqidagi qanday bir haqiqatlarimizni o'rgatadiganligiga, shuna bir mazmunlarga bizni qiziqtiradigan shuna mazmunlar, ya'ni bizni taqozo qilgan shuna mazmunlarni bizni kutib turganligini biz mush orqali hamda anqiralaymiz desak bo'ldi. Xo'sh, mazmun kelsak, mushundaq bir tasvirlayotdi-da, nurg'un xaloyiq, bu xaloyiq bo'lsa, aslida Hazrat Aysoni qanday tunigan degan narsani biz bayon o'ylashimiz kerak edi. Faqatlam Hazrat Aysoning shu yaratgan mo'jizalariga bo'lgan, endi mo'jizalarini qiziqqan emas, mo'jizani yaratgandan keyin hayronlik ichida va qiziqib Hazrat Ayso bo'lgan qiziqish ichida uning kayniga agashgan bir to'p xaloyiq ekanligini va bu vaqt bo'lsa o'tib ketish heytiga oz qolgan vaqt ekanligini bizga alohida tasvirlayotdi. Shu arxiv ko'rinishlarni bizga alohida tasvirlayotdi. Unaq bo'lsa voqeaning ichiga, mazmunning ichiga, o'zining ichiga kiraylik. Bugungi mazmun biz tula yeymiz, ya'ni hamburg bolkasi. Shunaqmi, hamburg bolkasining shakli qandaq? Usti bolka, asti bolka, o'tirida go'sh. Shunaqqa, shuning o'xshash shu shaklda tuzilgan mazmun desak bo'ldi. Ustidagi bolka qismi dal mushu 1-oyatdan 4-oyatgacha bo'lgan mazmun ustidagi bolka qismida. O'tirdagi go'sh qismi, ya'ni mazmun. Mazmunning o'zi nima desa, dal shu 5-oyatdan 13-oyatgacha bo'lgan mazmun dal shu go'sh qismi va ostidagi bolka qismi qayerda desa, 14-oyatdan 15-oyatga qadar bo'lgan qismi dal shu hamburg bolkasining ostidagi bolka qismi desa ham bo'ldi. Ya'ni markaziy mazmun, eng muhim mazmun nada desak, dal o'tirdagi mazmunning bizga haqiqiy anqirat qo'zmoqchi bo'lgan, bizga haqiqiy bir narsani uqtirmoqchi bo'lgan, bizga haqiqiy yetkazmoqchi bo'lgan mazmunning dal o'tirdagi mazmun ekanligini, usti va ostidagi mazmunning bo'lsa, mushu mazmunlarni tasvirlab, texnik to'liq tushuntirib berish uchun, texnik bizga tushuntirib bergan, izohlab beradigan usti va ostidagi shunday bir tasviriy qismlar ekanligini biz ham bu orqali anqiralaymiz. Ya'ni muqaddas kitobdagi mazmunlar biz shu qadar
Әдебият şəkil cəhətdən, janr cəhətdən bolsun, məyli tüzülüşü cəhətdən bolsun, vəqələrini təsvirləş, bizi ifadələş, yeziliş cəhətdən bolsun, biz stilistiklik vasitələr deb turub ədəbiyyat dərslərimizi öyrəngəngə oxşaş, şu qədər mol bolğan stilistiklik vasitələr və şunaqla məzmunlarını, yəni şəkillərini, janrlarını öz içigə alğan, şu qədər mahirlik bilən bizə ifadələb bərgən məzmunlar şunda köp müqəddəs kitabda. Bunu sizlar o'ylanib buni tushunib olishinglar to'g'ri keldi. Ya'ni mayli muqaddas kitobning har qaysi qismini o'qigan vaqtinglarda mushundaq bo'laklarga diqqat qilsanglar, sizlar texmo mazmunni, markaziy, ya'ni sizlar yetkazmoqchi bo'lgan, haqiqiy bizga uqtirmoqchi bo'lgan shu mazmunlarni anqirishinglarga yordam qildi demoqchi. Xo'sh, bo'landa beshinglar og'rimasin. Ya'ni mushundaq shakllar, shakli jihatdan va janr jihatdan ham shu qadar mo'l bo'lgan vositalarni bizga qo'llanib turib, mushu kitobning mazmunini bizga yetkazib ekan deganni anqirab tushunib olsanglar bo'ldi demoqchi. Ma'qul. Hazrati Isa, ya'ni 5-oyatga kelsak, Hazrati Isa beshini ko'tarib, zo'r bir to'p xaloyiqning o'zining oldiga kelayotganligini ko'rib, ya'ni beshini ko'tarib degan shunday muhim mazmun bizga muhim so'z bizga uchraydi. Beshini ko'tarib ko'rib deganda, ya'ni diqqatini kishilarga markazlashtirib, diqqatini ularning barcha ehtiyojiga, ularning barcha muhtojligiga, ularning kelish sababiga, ularning o'zining oldiga kelishdiki maqsadi qatorliqlarga alibirun markazlashtirib, alibirun ko'rib bo'lganligini deydi, davatidi. Shunday ahvolda bu Hazrati İsa Filip'ten sual so'raydi. Ya'ni bu yerda biz qaraydigan barcha bosh personajni Hazrati Isoga markazlashtirib bizga tasvirlab beryapti. Ham bu yerda Yohanna bu yerda bu mazmunni izohlab beradi. Biz diqqat qilsak, bugungi bu mazmun yana boshqa xush xabarda uchraydi. Boshqa xush xabarda va boshqacha holatda bizga tasvirlab bergan. Ya'ni boshqa bir nuqtadan chiqish qilib turib bizga bu mazmunni so'zlab beryapti degan narsani biz anqira olamiz. Ya'ni biz Luqa bayon qilgan xush xabar 9-bob 10-oyatdan boshlangan shu bir bo'lak mazmunmi dal bugungi mushu mazmunga o'xshash 5000 odamning to'yg'izilganga oid mazmun. U vaqtda avtor bu voqeani boshqa bir nuqtai nazardan tutib turib bizga tasvirlab bergan bo'lsa, bugungi mazmunni Yohanna bo'lsa, Hazrati Isoning nuqtasidan tortib, ya'ni Hazrati Iso tarafidan markazlashtirib bizga so'zlab berayotganligini biz bayqay olamiz. Shunga Hazrati Iso Filipni sinash uchun, sinab beqish uchun nima deb so'raydi desa, shuncha ko'p odamni to'ydirgidek nonni nadin topamiz deb so'raydi. Ya'ni Filipga shuncha ko'p odamni to'yg'izdik nonni deb turib, nonga markazlashtirib, ya'ni hozirgi ahvol qanday ahvol desak, shuncha ko'p odam bor oldimizda. Biz duch kelgan masala shuncha ko'p odamni to'yg'izish masalasi degan nuqtai nazarda. Unda bo'lsa shuncha ko'p odamni to'yg'izish uchun bizga kerakli bo'lgan shu non. Ya'ni masala bo'lsa shuncha ko'p odamni to'yg'izish masalasi. Undaqda bizning ehtiyojimiz bo'lsa, shuncha ko'p odamni to'yg'iza oladigan, shuncha ko'p nonga bo'lgan ehtiyojimiz. Dal shu hozirgi masalani, shuning bilan bu shogirdi Filipdan, ya'ni Filipning bu masalaga, o'zi duch kelgan bu masalaga qanday pozitsiyada, qanday hal qilish chorasi bilan, qanday pozitsiya bilan bu masalaga qaraydiganligini, bu masalaga qanday yuzlanadiganligini sinash maqsadida Hazrati Isoning Filipdan bu ahvolni, bu masalani Filipga qo'yganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni shuncha ko'p odam to'ydirgan nonni nadin topamiz deb Filipdan so'raydi-da. Shuning bilan Filip hammalarning bir burdadan non yeyish uchun 20 yillik kirimmi yetmaydi deb. Chunki Hazrati Iso dedimizmi, shuncha ko'p odamni to'yg'izadigan nonni, ya'ni ehtiyojimiz bo'lgan shuncha ko'p nonni nadin topamiz dedi. Nonga markazlashdi-da. Shunga Filipmi shuncha ko'p non, ya'ni shuncha odamni to'yg'izadigan nonni tepish uchun, hatto shuncha ko'p odam bir burda degan gap, ya'ni bir chimdim bir qo'lda ushtib chiqqan, ya'ni shu kichik bir bo'lakni bir burda deymiz-ku. Dal shuna bir burda nonni, ya'ni azroq bir nonni, kichikroq bo'lsa bir nonni yeyish uchun bizning 20 yil topgan shu tapovatimiz, ya'ni 20 yillik kirimimizmi yetmaydi. Ya'ni odamning shu qadar ko'pligida bizning hozirgi holatimiz, bizning qurbimizdan, ya'ni bizning hozir bizda bor bo'lgan
Mushu xarajat qila oladigan, ya'ni topa oladigan shu iqtisodiy ahvolimiz, bizning hozirgi ahvolimizni aytgan vaqtida, hozirgi shu masalani hal qilishimiz uchun biz yarim yil, ya'ni shu yarim yil tapovat qilib kirim qilsaqmi yetmaydi degan holatda shu nonni hal qilish usuli, ya'ni shu masala bo'lgan shuncha ko'p odamga to'yg'izadigan ehtiyoj bo'lgan shu nonni tepishimiz uchun bizning yarim yillik qurbimiz, ya'ni bizning hozirgi qurbimiz, bizning hozirgi ahvolimizni aytgan ahvol ostida bu nihoyat qiyin, mumkin bo'lmaydigan yoki naqadar qiyin bir ahvol, naqadar bir qiyin masala degan o'sha shuna narsani ko'zda tutib turib, Filipning bergan javobi ahvol va reallik, ya'ni ko'z oldidagi shu ahvol va reallik, ya'ni o'zining hozirgi ahvoli, ko'z oldidagi masala yuzlangan shu ahvoliga nisbatan o'zlarining qurbi shundaq narsalarni ko'zda tutib turib javob berganligini biz bu yerda aniqlaymiz. Biz Filipga oid bu yerda Filip chiqib qoldi. Filipning kimligini biz bilamiz. Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarda biz deb o'tgan, ya'ni Filipni Hazrat Isa o'zi bevosita chaqirgan va Filip berib Nataniyelni chaqirgan emasmi? Hatto bu Filip degan ismdan, bu Filip degan o'zining bu grekcha ism ekanligini biz aniqlaymiz. Filipning, ya'ni bu sap yahudicha ism emasligini biz bilalaymiz Filip ekanligidan. Ham shundan Filip Nataniyelni chaqirgan vaqtida uningga nima deydi desa, ya'ni Musa payg'ambar Tavratda aytgan, boshqa payg'ambarlarni tilga olgan qutqizuvchi Masihni topdi deb turib, muqaddas yozmalarni, Tavratni tilga ilib turib, o'tirib qo'yib turib Nataniyelga degan emas. Biz buningdan Filipning nihoyat muqaddas kitobga va yozmalarga, ham shunday uningdan sirt muqaddas yozmalarga, Tavrat qonuni bo'lib qolmasin va shundayla kishilar orasida, ya'ni jamiyat ichidami o'zining biroz o'rni bo'lgan, ya'ni bilimi bo'lgan shuna bir odam ekanligimizni aniqlaymiz. Demisam buning bergan javobi ham nihoyat atrofli holatda o'zining hozir yuzlangan masala va shundayla ko'z oldidagi o'zining qurbi yetadigan o'zining ahvoli, ya'ni qo'l ichidagi shuna bir ahvoli, shularni o'ylanib turib, nihoyat bir atrofli bir reallikni ko'zda tutib turib, nazarda tutib turib, shuna bir atrofli javob berganligini biz ko'ra olamiz. Lekin buning javobi reallik va bilim, o'zining tushunchasi degan narsaga asoslanganligini, lekin Rabning o'zi Rab bilan bilib turib, Rabning kuchi, Rabning kim ekanligiga qarata o'zining ishonchi bilan bergan bir javob emasligini biz aniqlaymiz. Va shundaqla shu vaqtda shogirdlardan yana bir bo'lgan, ya'ni shu Andar, ya'ni eng dastlabda Hazrat Isoni topgan. Asli bu Andar kim edi? Yahyo payg'ambarning ikki shogirdi Hazrat Isoni keyin ergishib, Hazrat Iso bilan birga bo'lish jarayonida uni tunigan emas. Meni eng dastlabki shogirdi shu Andar. Andar nima deydi desa, bu yerda bir kichik bola bo'lib, uningda 5 arpa non bilan 2 beliq bor. Lekin buncha bola odam uchun bu nimaga yetadi deb. Ya'ni hozir garchi biz shuncha ko'p nonni Filip dedi emasmi, shuncha ko'p nonni tepishimiz uchun bizning yarim yillik kirmimizmi yetmaydi degan vaqtida shu ahvol, ya'ni shu masalani hal qilish uchun non kerak bo'lgan bu Andar bizda aran bu yerda 5 arpa non, ya'ni 5 tal non, arpa non bor va 2 kichik beliqmi bor. Lekin bu nimaga yetsin shunchalar ko'p odamga deb o'zining qurbati, o'zlarida bor bo'lgan, o'zining qurbati ichidagi narsani, o'zida faqatlam bor bo'lgan narsani ustozga bu yerda bizning qurbimiz aran shunchalik. Hozirgi ahvol ostida bizning qurbatimiz, bizning ahvolimiz aran yetadiğini, bizim qo'limizning kuchimizning yetadiğini aralam shunchalik deb turib, shu kichik boladagi 5 arpa non bilan 2 beliqning bog'lig'ini deydi. Demak, Hazrat Isoning bu sinov, ya'ni shogirdlariga oldidagi duchor kelgan, yuzlangan bu masalani shogirdlarni sinash uchun savol so'radi. Ya'ni masalaga qanday qaraydiganligini, masalani qanday yechadiganligini, ya'ni o'zlari yuzlanadigan shu masalaga qanday pozitsiyada yuzlanadiganligini shogirdlardan so'ragan emasmi?
Yani bundaq ahval. Çünki biz yashash jarayonimizda har kun yangi bir masalaga duchor kelamiz. Har kun bizning hayotimizda har vaqt masalalar, ahvollar, ham shunal u ahvol ostida, shu qadar masalalar ostida bizning hozirgi sharoitimiz, ahvolimiz, bizning qurbimizning qanchalikligi degan narsalar biz har vaqt o'ylaydigan, har vaqt yuzlanadigan masalalar. Shunga bu bugungi mazmunmu shu qadar muhim bizning hayotimizda har kun tatbiqlanadigan mazmun deb qarasaqmi bo'ldi, desam bo'ldi. Va shuning bilan hozirda esa qanday qildi desa, chunki bir shogirdi bo'lsa shuncha ko'p non, yani hozirda esa shuni to'ydirganda nonni nadan topmiz desak, aram bir burdadan non yeyish uchunmi 20 yillik kirimiz yetmaydi deb ahvolini o'zining qurbatini degan vaqtida yana bir shogird o'zida aran bar bo'lgan o'zining qurbi yetadigan bo'lsa aran 5 nomli ishga beliq ekanligini shunday deydi. Ya'ni hozirda esa bu sinig'idan ishkelisini o'tmaganligini biz tushuna olamiz. Shuning bilan hozirda esa o'zi o'tirg'i tushdi, ko'pchilikni o'ltirg'izinglar deydi. Bu yerda yana bir tasvirlayotgan bir mazmun bor. U yer kang ketgan chimanzor edi. Xaloyiqning hammasi o'ltirdi. U yerdagi erlarning sonila 5000 bor edi deydi. Biz bu chimanzorlik degan vaqtimizda degan shu mazmun shu tasvir orqali atrofni tasvirlab beryapti deymiz. Biz nima shuni olaymiz desak, yodinglarda boslar nihoyat pishiq bo'lgan Zabur 23-oyat. Rab mening cho'ponimdir, ya'ni mening boqquchimdir degan shu she'r yodinglar keldi deymi? Ya'ni qo'ychimdir degan o'sha. Ya'ni qo'ylarni chimanzorlik yetaklaydigan qo'ychi, o'tlaqliqlar yetaklaydigan qo'ychi, ya'ni shuni yeşil o'tlaqliqlar yetaklaydigan qo'ychi degan o'xshash. Dal shunday mazmunni biz ko'z oldimizga keltira olamiz degan o'xshash. Xaloyiq degan vaqtda bu yerda xaloyiq, ya'ni qancha odam? 5000 odam. Xaloyiqning hammasi o'ltirgan bo'lib, u yerdagi erlarning sonila, ya'ni ayollar bilan balalarni chiqarib etib, shu erlarni hisob qilganimizda 5000 deb. Bu yerda birdan sanab o'tadimi degan narsa biz birdan deyamaymiz, lekin bu yerda shu Rabning dasturxonidan, ya'ni Rab o'zi podichi sifatida, cho'pon sifatida, qo'ychi sifatida o'zi baqqan shu qo'ylari, ya'ni o'zining oldida, ya'ni o'zi yeşil o'tloqlarga opirib o'tkazib baqqan shu Rabning qo'ylari sifatida bu yerda tasvirlab, ya'ni soni 5000 degani, ya'ni shu qadar, ya'ni Rabni tunig'anlar Rabning oldiga keldigan shu qo'ylari degan 5000 deb shu Rabning qo'yi bo'lgan hayotlikka erishganlarning shu qadar ko'p odamlarning Rabga erishib, ya'ni Rabning oldiga kelganligini tasvirlaydigan bir mazmun, simvolik sifatidagi mazmun deb tushunsa ham bo'ldi. Andan keyin hozirda esa nonlarni qo'liga ilib Xudoga shukr etgandan keyin o'ltirganlarga bo'lib berdi. Beliqlarni shunday qildi, ko'pchilik xalqanchi edi deydi. Ya'ni bu yerdagi mazmunda hozirda esa shu bar bo'lgan 5 non bilan ishga beliqni emasmi? Shuni Xudoga shukr etgandan keyin ko'pchilikka o'zi bilib berdi va ko'pchilik xalqanjaydi. Biz Luqa bayon qilgan xo'sh xabarda avayam 9-bobning 10-oyatida yana mush o'xshash mazmun bor degandik. U yerda Rab o'zi bilib bermasdan balki shogirdlari berganiga shogirdlar bilib bergan edi. Lekin bu yerda Rab hozirda esa o'zi shu 5 non ishga beliqni qo'lga ilib Xudoga shukr etgandan keyin o'zi hammasiga bilib berdi. Ham shunday ko'pchilik xalqancha yeb va to'ydiganligini bu yerda deydi. Biz bayam dedik, izchil Hazrat Aysoning kimligiga va Hazrat Aysoga bosh personaj Hazrat Ayso deb turib, Hazrat Aysoga markazlashtirib davotdi dedik emasmi? Ham shunday bayam biz dedik, qo'ychim deb turib shu mazmunlarni bizga aslatdi dedik. Shuningga o'xshash bu yerda hayotlik berguchi, Hazrat Aysoning haqiqiy qo'ylarini bayam dedik, qo'ylarni yetakliguvchi, haqiqiy qo'ychi, kishilarga hayotlik berguchi. Chunki biz izchil shu mazmunlarni davatimiz, haqiqiy hayotlik, mangu hayotlik berguchi Hazrat Ayso deb turib. Dal shunaqligini tasvirlaydi. Ya'ni haqiqiy kishilarga hayotlik berguchi, ozuqlik xato qilguchi, ularni hayotlik yetakliguvchi haqiqiy qo'ychining sifatida bu yerda tasvirlayotganligini biz ko'ra olamiz. Qisqasi yig'inchoqlasak, biz dedik Yuhanna izchil bizga Yuhanna bayon qilgan xo'sh xabarda Hazrat Ayso kim degan mushu savolga markazlashtirib Xudoning o'g'li, qutqizguchi, yangi o'xshash shunda izchil Hazrat Aysoning kimligiga izchil bizga javob berib, bizga tushuntirib, Hazrat Ayso dal shu payg'ambarlar oldin aytgan, Musa payg'ambar oldin aytgan, Tavratda oldin aytilgan payg'ambarlar oldin degan shu kishi. Dal shu Masih
Dal şu kişilerini azat kıldıgan, günahlardan azat kıldıgan şu kutkuzguchi, dal şu Xudanın qozisi, dal şu kişilerge ata kılgan şu hadiyesi soğuti, мәңгі hayatlık ata kılgıcı degan şu nurgun Hazrat İsa'ni ta'riflab, Hazrat İsa'nın kimligi merkezleştirip bizga ta'riflab o'tdi. Va bugungi mazmunda bo'lsa, nima demoqchi desa, masala nima? Biz duch kelgan masala nima emas, bizning hayotimizda yuzlanadigan, bizga shu qadar cho'ng, shu qadar qiyin, shu qadar tez va mumkin bo'lmaydi deb o'ylagan shu masalalarga yuzlangan vaqtimizda shu masalani haqiqiy hal qiluvchi kim degan narsani bizga uqtirib beramizmi dal bugungi mazmun. Bu yerdagi point, ya'ni markaziy ideya masala nima degan narsa emas, Xudoning oldida har qanday masalalar, yechilmaydigan masalalar, hal bo'lmaydigan masalalar va mumkin bo'lmaydigan ishlarning yo'qligini bizga anqiratib bergan, ya'ni masalani haqiqiy hal qiluvchi Hazrat Ayso ekanligini, ya'ni bizning hayotimizning boqquchisi deymiz. Bizning hayotimiz, bizga hayotlik ato qiluvchi, hayotlik berguchi dedik. Bizni shu yeshil yayloqlarga o'tlatguchi dedik. Shundan boshqa bizning masalamiz, bizning ehtiyojimizni ta'minlaguvchi dedik. Chunki bugun shu Yohanna bayon qilgan qo'shiqlarda biz dedik, ya'ni men bo'lsam hayotlik, men bo'lsam nondurman, men bo'lsam haqiqiy qo'ychidurman, men bo'lsam haqiqiy o'zim telidurman degan, shuna men durman degan shu jumla shaklimizni chiqishtiramiz dedik emas, markazlashtiramiz dedik. Markaziy ideyasi shulardan tarkib topadi degan edik. Shuningga o'xshash biz Hazrat Aysoning kimligini biz cho'nqur tunib yetgan vaqtimizda bizning hayotimizga nisbatan, menga nisbatan kim Hazrat Ayso? Menga nisbatan kim? Menga nisbatan hayotimning nimasi? Menga nisbatan hayotligimda nimadan derak berdi degan narsalarga dal mushu Yohanna bayon qilgan xush xabar orqali biz hayotimizni nihoyat cho'nqur tadbiqlab, hayotimiz bo'yicha biz ich-ichimizdan tunib yetalaydigan mazmun dal Yohanna bayon qilgan xush xabar emasmi? Shunga o'xshash, shunga o'xshash bizning hayotimizda biz yuzlanadigan masalalar, ahvollar bo'lsin, mayli shu ahvollar oldida biz nihoyat kichik ko'rinayli, nihoyat chorasiz ko'rinayli va yoki nihoyat ojiz ko'rinayli, shu narsalar, shu bizning ahvolimizni biz Xudoning yo'lida magankanmiz, biz Xudoning farzand ekanmiz, Xudo haqiqiy bizning qo'ychimiz, yetakchimiz, yo'llarimiz yetaklaguvchi ekan, bu masalalarimiz, bu bizning yuzlanadigan ishlarimiz bo'lsin, Xudoning oldida bu masalalarning hech nima emas ekanligini va biz ahvollarimizni, masalalarimizni Xudoga topshirgan vaqtimizda bizdagi barcha, biz yetadigan barcha qurbimizni, ya'ni chunki bu yerda 5 tal nom bilan 2 beliq orqali bu mumkin bo'lmaydi degan ahvol hal bo'ldi emas. Shunga o'xshash bizda bor bo'lgan barcha imkoniyatlarni, bizning qurbatimizni, bizning qo'limizda bor bo'lganni biz Xudoning oldida, shu masalaning oldida topshirgan vaqtimizda Xudoning bu ishni o'zining hal qildigan, ya'ni bu ishlarni bizga Xudoning o'zining shon sharafini namoyon qildigan holatda, usulda bizga namoyon qilib berganligini biz har vaqt anqira olamiz. Bayam deb o'tdik, bundaq ahvol biz kunda yuzlanadigan, ya'ni kunda biz masalalarga yuzlanamiz, har xil ahvollarga yuzlanamiz emasmi? Shuna biz kunlik turmushimizdagi, hayotimizga yuzlangan ahvollar hammasi bugungi mazmunga o'xshash. Biz har kun Xudoning oldida mushuna bir yuzlanadigan Xudoga topshira olamiz yoki qanday pozitsiyada mush hayotimizda bo'lgan ahvollarni, masalalarni biz qarovatimiz degan shunday bir savollar, kunda biz yuzlanadigan savollar emasmi? Bununla ait men bir misalni sizlarga mening hayotimda o'z bergan shu ishni, shunga o'xshab qolgan ishni sizlarga ilhom bo'lish uchun men bir deb o'tay. Aslida dars vaqtida men amal va mening jarayonimni bunda so'zlamay deb o'ylagan edim, lekin sizlarga ilhom bo'lish uchun va balki bunday ahvollar sizlarga yuzlanadigan ahvollar bo'lishi mumkin deb o'ylab, shunday deb o'ylab qoldim. Ya'ni men ilohiyat maxsus kasbini boshlashdan burun Xudoning yetaklashi bor edi, Xudoning anqiratishi bor edi. Men burunmu o'qigan izchil ilohiyat bo'yicha o'qib yurib, yana davomlashtirish, bizning ilohiyat ya'ni normal fanlar bilan o'xshamaydi. Biroz jarayoni texmi uzun va jarayoni normal fanlar bilan bize o'xshamaydigan yil nomisi bize ko'parak degan o'xshash shunday bir jarayonlar bor. Mushu boshlashdan burun Xudoning yetaklashi bor edi. Sen berib mening qo'ylarimni o'tlat, ya'ni
nima demoqchi desa bu o'tlar endi xudoning so'zini o'rganish va xudoning so'zini o'rganib shu xudoning so'zini boshqalarga yetkazish o'rgatish uchun xudoning menga bo'lgan irodasi mening hayotimga bo'lgan yetaklishi bor edi desam shuna bir chaqiriq bor edi shunga shu ishonch bilan ma'qulunda bo'lsa kirayman deb lekin shu vaqt ahvol qanday desa biz bu yerda chatda ham ishlab hem o'qib, hem özümüzün turmuş rasxotlarımız, öy pullarımızı to'latdik. Hammani o'zimizning kuchimiz bilan o'zimiz tanishdan boshqa amal yo'q emasmi? Shuna bo'lganishqa shu vaqtda maktabga kirish uchun biz eng oldi bilan bankada biz $20,000 bankida bizning hisobotimizni $20,000 pul bo'lish kerak, ya'ni o'zimizga tava bo'lgan. Shu pul bo'lsa, andan keyin biz viza va yoki maktabning nimasiga kira olamizda. Andan keyin o'qish pulimiz va bizning o'qish pulimiz tunji qatimli kirishimizdan $5,000 atrofida bo'ldi-da. Hem şundaqla bu yerda öy, bu mektep bilan uyning orlig'i ham shu qadar yiroq. Ya'ni bir eg'iz gap bilan imkoniyatim yo'q. Ya'ni mening nuqtai nazarim bilan aytgan vaqtimda hozir bu o'qishni boshlash, o'qishga kirish mumkin emas bir ahvol. Mening hech qanday bir imkoniyatim, mening kuchim bilan men kira oladigan bir ahvol emas edi. Shunday bir ahvol edi. Lekin shu vaqtlarda duo qilganda izchil Xudoning orqa-orqadan anqiratqizishi, shunday yetaklishi bilan Xudoning vaqti soati hozirken. Unda bo'lsa Xudoning menga bo'lgan irodasi, Xudoning menga bo'lgan plani, hayotimga bo'lgan chunki bu sizlarmi hayotingizga bo'lgan Xudoning irodasini anqirgan vaqtinglarda hayotinglardagi har bir ish birdan alqa puzzle bor. Biz resimni qurashtirgan o'xshash shuna puzzle. Shuna o'xshash bir tal hammasi kirishib, nihoyatda bir-biriga ulashib, hamma ishlar alqa yeshilib mangdichu. Shuna o'xshash sizlar hayotinglardagi Xudoning bir cho'ng kartinasini, Xudoning irodasini sizlar anqirgan vaqtinglarda hozir qilmoqchi bo'lgan ishlaringlar, hayotinglardagi hozirgi ishlaringlarning ham shu Xudoning irodasi ichidagi qaysi bo'ligi, ya'ni qaysi bir jarayon, ya'ni qaysi bir bosqichga kelganligini, qaysi bosqichda mengayotganliginglarni sizlar anqira olasizlar. Anqira oladigan shu kuch qudratni, shuni anqira oladigan aql farosatni anqirash qobiliyatini Xudo ato qildi. Shuni o'xshash bu uzundan beri Xudoning izchil mening hayotimga bo'lgan yetaklashi jarayonida Xudoning irodasi jarayonida cho'qim men bir besib o'tadigan, tamomlaydigan bir jarayon emasmi? Shunda bo'lg'achqa mening hayotimdagi Xudo o'zi degan burun degan shu bir plan, cho'ng bir planni amalga oshirish uchun men besib mangadigan, men cho'qim qilishim kerak bo'lgan, men o'zimni tayyor qilishim kerak bo'lgan bu bosqichni Xudo menga buyurgan ekan. Bu Xudoning irodasi yo'lidagi bir bosqich bo'lganligi uchun Xudo tamomlamoqchi bo'lgan, Xudo o'zi amalga oshirmoqchi bo'lgan shu plan bo'lganligi uchun. Ona bo'lsa bu Xudo o'zi tayyorlamoqchi bo'lgan plan bo'lsa men menga endi bo'lsa degan o'xshash shuna bir ishonchni, ya'ni bu Xudoning plani, undan so'ng men itoat qilay degan shuna bir ishonchni va bizning ahvolimizga qaramasdan, mening hozir qurbim qanchalik, mening ahvolim, sharoitim qanchalik, masala menga nisbatan qanchalik qiyin, qanchalik cho'ng degan shu masalaga qaramasdan biz bir qadamni bosgan vaqtimizda Xudoga itoat qilib shu oldingi qadamni bir putimizni oldiga bosgan vaqtimizda biz shu vaqtdan boshlab Xudoning bu ishni o'zi yetaklaganligini, Xudo o'zining bu ishni allaburun o'rinlashtirib bo'lganligini, Xudo bizning barcha muhtojliklarimizni, ehtiyojimizni allaburun nazarda tutib turib, bizga barcha ishlarni, barcha shu muhtojliklarimizni hal qilgan shu nimalarni o'rinlashtirib bo'lganligini biz his qilamiz. Shunga shu tunji qadamni ishonch bilan bosadigan shu tunji qadam bizga nisbatan nihoyat muhim. Shunga men bu shunday boshligan, ya'ni o'zimning hech qanday bir ahvolim yo'q. Shu vaqt men bir avval barpa qayqani maktabga bir tizimlat baqay, nimalar lozim bo'ladi deb shu anhar kun bo'lgan kunisi berib, menda bor bo'lgan materiallarni avval olib borib shu joyda tizimlatdim-da. Tizimlatib shu bir kunning ichida shu qadar Xudoning irod, ya'ni Xudoning shu kuch qudratini mening hayotimga bo'lgan o'rinlashtirgan shu odamlar orqali hal qilganligini, ya'ni ya'ni Xudoning shon sharafini ko'rgan kun bo'ldi desam bo'ldi. Ya'ni buni desak, tokkidan osmondan pul tushib, pul keldi degandek mo'jiza degan narsa emas. Ya'ni o'zim tunimaydigan bir tunishim orqali bir qatim bilib qolgan shu bir kishilar orqali, ya'ni shularning yordami bilan
vaqtincha shu bankaga hisobotni, ya'ni ularning pul yordam qilishi bilan bankaga hisobotni qo'yib turib, avval vizani hal qilib, kirish rasmiyatini hal qilib degandek. O'qish pulini bo'lsa, mening burun bu yerda aspiratlikni tilshunoslik bo'yicha bu yerda allabur men bitirib bo'lgan shu aspiratlikdagi kinishkalarim bordi. Bu yerda chet el til o'qituvchilik kinishkalarim degan shu narsalar orqali tayyorlangan, ya'ni burundan tayyorlagan shu materiallarimni bular olib olgandan keyin bular shular orqali o'qish mukofot puli keladigan shunaq bir imtiyoz udul kildiganlıklarını qilish orqali o'qish pulimning tuvalishi bilan va shu vaqtlarda men o'zim ishlab, ya'ni shu kirishdan burun o'zim vaqtli ishlayotgan shu joyda yig'ib qo'ygan shu barcha pulim, dal yig'ib qo'ygan shu pulim dal o'qish puliga yetadigan pul bo'ldi-da. Shunday qilib o'qish pulimni to'lab boshlab oldim, lekin uningdan keyingi masala uy yiroq ko'chamadim. Shunday olsa men ma'qul yiroq bo'lsin kunda qatray deb kunda 4-5 soatlik yo'lni minib, ertasiga soat 4dan kech soat uyga kelsam 12 bo'ldi degan o'xshash. Ya'ni boshlanishi shunday boshladim. Anondan keyin hal qildim bu yerda turmush puli bilan uy puli degan narsalar bor. Dal shunday qilib biz lekin ilohiyatni boshlagan vaqtida men burun ilohiyatni o'qib va burundan boshlab men yangi ahdi bo'yicha bo'lsin tadqiq qilib kelgan o'zimning tadqiqot nimalarim bor edi. Shu o'qish boshlagan vaqtimizda bu yerda bizning ta'lim berish bo'lsin, tadqiqotlarimiz bo'lsin, hammani biz o'zaro o'rtoqlashadigan, hatto buni ishlatadigan real holatda shu jamoatlarda ishlatib boshqalarga yetkazadigan ta'lim beradigan shu narsalar emas. Shunga dars boshlablam shu vaqtda biz o'qishdan oldida ta'lim berishni boshlaymiz. Ta'lim beramiz hamda. Shunday bo'lg'achqa shu ta'lim berish va bu muqaddas kitobchadagi tadqiqotlarni o'rtoqlashish jarayonida shu vaqtda professorimning jamoatiga berib shu jamoatning ichida ta'lim berish va ular o'rgatadigan shunday bir fursat yaratildi deymiz. Shu orqali har hafta boshqa shaharda shu vaqtda shu professorning jamoatiga berib shu ta'lim qilish jarayonlarida yo'l haqqi bo'lsin, mayli bu haqqi bo'lsin, shularni ko'tirib berdi emas, men shunaqla shu ta'lim berganishga o'shir zakat qilib, ya'ni iyonni qilib deymiz. Azroqdan jiq emas. Bir haftalik hamda turmush pulimiz, ya'ni tomoq, kira degan shu yetadigan darajada hamda shunday berdi. Shu jarayonda shunday qilib yurib, bir haftaga o'lab, dastlabki shu bir mavsumni shunday boshlagan. Ya'ni nima demoqchi desa, Xudo bizning ehtiyojimizga yetadigan jiqma emas, kam emas, manna bar emas, mannani o'ylasak bo'ldi. Biz Isroillar cho'l degan vaqtida bir qacha yig'ilinglar, bir qacha yiqqan vaqtida shu bir qachimi bir oylikka yetgan emas. Ya'ni kam qolmagan va yoki eshim qolmagan degan o'xshash. Ya'ni Xudoning bizni ta'minlashi shundoq. Biz har vaqt bizning muhtojimizni, qanchalik muhtojligimizni, qanchalik darajada nimamizning qanchalik darajada komligini Xudo hammasini biladi emasmi? Shuning o'xshash bizni ta'minlaguvchi, bizning muhtojligimizni bilguvchi, bizning masalalarimizni hal qilguvchi Rab o'zi ekanligini biz anqirab turib, dal shu Rabga bo'lgan tayanchimiz, ishonchimiz, shu e'tiqodimiz bilan Rabning qo'lini tutgancha Rabning so'ziga itoat qilish, dal bizningdan Xudoning so'raydig'ini talab qilgan dal shu itoat, ishonch. Xudoga ishonib turib, tunji qadamni bosishimiz Xudoning bizdan talab qilgani shu. Biz dal ishonchimiz bilan qaror qilib turib, tunji qadamni bosish uchun olg'a mangan vaqtimizda har vaqt yo'llarimizda dal shunday Xudoning shon sharafini, Xudoning kuch qudratini, hayotimizga qilgan ishlarni biz ko'ramiz. Har vaqt Xudoning shunday shon sharafini ko'ramiz. Xudo bilan texmi cho'nqur munosabatga, Xudoning irodasining nima ekanligini, hayotimizga bo'lgan irodasining nima ekanligini, millatimiz ustida qilmoqchi bo'lgan ishlarning nima ekanligini, dunyo ustida qanday ishlar qilayotganligini biz dal shunday kunda Xudoning irodasini so'rab turib, Xudoni tushunib turib, Xudoni to'liq bilib turib, Xudoga bo'lgan sevgimiz bilan Xudo bilan birga bo'lish jarayonida biz mushlarni anqira olamiz degan o'xshash. Dal shunga o'xshash bugungi mazmun orqali bizning ya'ni masala nima emas, hayotimizdagi ahvol nima, mening ahvolim qanchalik, qurbim qanchalik emas, masalani hal qiluvchi kim
Meni yetakligüchi kim? Meni bağışlab mang'uchi kim degan narsaga markazlashtirishimiz kerak bo'lgan mazmunni bizga tushuntirayotgan edi bugungi shu 5 arpadan 2 belliq bilan 5 nonni to'ydirgan shu voqea. Ya'ni Xudo o'zi masalani hal qiluvchi, Xudo o'zi ta'minlovchi degan o'xshash. Mazmunni davomini ko'rsak, uzarab ketdik, kechirsizlar. Ya'ni eshib qolgan, ya'ni 12-oyatda hammaylar yeb to'yganda Hazrat Ayso shogirdlarga eshib qolganini yig'inglar, hech narsa zoyi bo'lmasin dedi deydimiz. Shuning bilan ular ko'pchilikning 5 arpanandan yeb eshib qolganini 12 savatga to'ldirib yig'ib oldi dedi. Ya'ni bu mazmun Padişahlar ikinci kısım, yani ikinci padişahlar 4. bab 43. ayette, yani Elisha peygamberinin qilgan maqali, yani qilgan ishizlari bilan o'xshaydigan mazmun. Biz padişahlar qismi qaraydiganimizda izchil padişahlarni tasvirlab turib, ikki payg'ambar bu yerda alohida tasvirlanadi. Yani Elias payg'ambar bilan Elisha payg'ambar. Nima uchun bu yerda padişahlar qismining dal o'tirisiga Elias payg'ambar bilan Elisha payg'ambarni kirgizdi desak, bu yerda padişahlarning qandaqligini, yani dunyodagi shu padişahlarning qandaqligini, padişahlarning Xudoning nazarida qanaqashlan qilganliklarini degan narsalarni yoritish bilan birga Xudoning haqiqiy so'zi, Xudoning haqiqatini yetkazadigan, yani bu yerda Elisha bilan Eliasni bo'lsa Masihga o'xshatib turib, vakillik qildirib turib, yerda alohida ta'sir ko'zimizga chiliqdan qilib shuni o'tirga shu mazmunni kirgizdi. Shuning o'xshash bu yerda Elishaning qilgan ishimi dal shunga o'xshash shu vaqtda 20 non bilan, u yerda 20 non bilan shu joyda 100 dan ortiq, yani 100 kishini to'yg'izgan vaqaligi bor. O'qib baxsanglar bo'ladi. 2-padişahlar 4-bab 43-oyatda. Ya'ni shu Elisha bilan Eliasning qilgan ishlari dal Masihning kelib qildigan ishlariga vakillik qiladi, ya'ni simvol qiladi. Masih kelgani shunday mo'jizalarni shunday qildi degan mazmunlar dal shu padişahlar qismlari orqali biz anqira oladigan mazmunlar edi. Shuning o'xshash bu yerda Hazrat Aysoning mushu qilgan ishini va mushularni qilganligidan keyin bu yerda xaloyiq Hazrat Aysoning shu ko'rsatgan bu mo'jizalarini ko'rib, bularda qanday uyg'onish paydo bo'ldi desa, biz bayam degan edik. Bu xaloyiq, bu kishilar qanday qilgan? Hazrat Aysoning ko'rsatgan mo'jizalarini ko'rib, shu mo'jizalarga qiziqib, Hazrat Aysoning keyindan agish mangan edi. Lekin endi Hazrat Aysoning bu qilgan mo'jizasini ko'rgandan keyin, bu yerda xaloyiq deb bizning kitobimizda xaloyiq deb olgan bilan bu yerda bu kishilar deb oladi. Bu kishilar Hazrat Aysoning ko'rsatgan bu mo'jizasini ko'rib, yana bu kishilar kimlar? Hazrat Aysoning shu nima baqishi, ya'ni Hazrat Aysoning ularga bilib bergan shu nonni yeyishi bilan, ya'ni Hazrat Aysodan uzuqlik elib, Hazrat Aysoning shu qilgan mo'jizalarini, karomatlarini o'z beshidan kechirib, uning bergan nenini yegan bu kishilar Hazrat Ayso bilan tonish bo'lsa, dunyoga kelishni Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar Mo'sih ekan deb Hazrat Ayso bilan tonishi engi burun mo'jizaga bilan qiziqish bilan ham kelgan bo'lsa, endi Hazrat Aysoni bo'lsa, shu Musa payg'ambar tilg'agan yoki shu payg'ambarlar tilg'agan shu kishi kamakchigan payg'ambar mushu kishi ekan deb tunib olganligini, ya'ni shuna deb aytishganligini, iqror qilishganligini da'vatidi. Ve 15-oyatda Hazrat Ayso ularning o'zini İsraillarning podshohi bo'lishga majburlaydiganligini bilib, ulardan ayrilib qaytadan taqqa tanha chiqib ketdi degan mazmun bor. Unda bo'lsa nimishqa Hazrat Ayso ularning, ya'ni bu kishilarning o'zini İsraillarning podshohi bo'lishga majburlaydiganligini bilib deydi, ya'ni podshoh bo'lishga majburlaydiganligini o'tirg'aldi desa, biz dedik shu vaqtda İsraillar, ya'ni alayh bo'lgandan keyin, surgun bo'lgan, Babilon tarafidan surgun bo'lgandan keyin ularning qayta davlati, hatto Abdunum rayonum bu bahman İsraillarning başta shu Babilga aqidin Parislarning ostida turdi va uning aqidin Greklarning, uning aqidin Rimlarning va uningdan keyin hatto Osman turklarining degan o'sha shu Osmanlı imperatorisining ostida degan o'sha taki bu 1948-yilga qadar bu Yahudiylarning shu joygacha qadar mustaqilligini e'tirof qilgan holatda bir davlat deb bo'lmagan. Arada kichik nimalar bilan qo'zg'alonlar albatta bu baqqan bilan, lekin e'tirof qilinmagan. Ya'ni nima demoqchi desa, bular izchil ana shundoq o'zining mustaqil bir podshohligi, davlati, ozodligi, erkinligi, mustaqilligi bo'lmagan. Biz hozir Uyg'urlarni tushuna olamiz bularning shu vaqtlardagi ahvollarining qandaqligini. Bizga o'xshash shuna bir ahvolni boshdan kechirgan bular. Shunday ahvollarda eng dastlabda Musa payg'ambar orqali bo'lsa
manga o'xshash bir payg'ambarni evatidi deb shuna degan emas. Musa payg'ambar qanaqa Isroillarni shu qulluqdan ozod qilib ularni yetaklab Qanon ziminiga Xudoning shu bamachon ziminiga kirgan boshlamchisi bo'lgan emasmi? Ham shunalikin Davud atisi orqali Davudga o'xshash, ya'ni podshohliging mangulik bo'ldi deganga o'xshash shu Davudning avlodidan birisi chiqib Davudning podshohligini mangulik podshohligini yurgizdi deganga o'xshash shuna ahdlar bo'lgan emasmi? Dal shuningga o'xshash shu va'dalar, shu ahdlar bor edi. Lekin bular surgun bo'lganda bo'lsa, qanday bo'ldi? Xudoning dal shu ahdlari, shu va'dalari hozirmi bizga unumlikmi degan nurg'un ahvollar yuz berib, keyin Xudo ularni surgunlikdan qaytargan bilan mustaqil davlat bo'lman qaytgan, lekin qaytganda bular o'zali Xudoning ibodatxonalarini qurib degan shunday qilgan. Shu orqali bular qaytadan umidini Xudoga kutib, Xudoga qo'yib turib, qaytadan shu Xudoning dal shu Masihni evatishini, dal shu Davudning pushtidan bo'lgan birisining kelishini, bularning podshohligini asli keltirishini izchil umid qilib kelgan. Dal shunday ahvol ostida Hazrat Iso keldi emasmi? Podshohinglar degan gap emas. Lekin bularning kutgani bo'lsa, yer yuzidagi haqiqiy bir ko'z ko'rinadigan bir podshohlik, ya'ni burungi Davud podshoh, Sulaymon podshohlarga o'xshash dal shunday o'zini asli keltirgan podshohligini, davlatini, zaminni asli keltirgan shunday bir podshohlik edi bular kutgani. Shunga o'xshash dal mushuna vaqtlarda nopozliq, mo'jizalikni yarata oladigan Xudoning so'zini haqiqatan yetkazayotgan, haqiqatan bular ko'z oldida ko'rsatgan birisi keldi. Haqiqatan Masih kelgan bularning kutgani nima desa, Xudoning podshohligiga oid narsani tushunmasdan bularning nazarda tutgani bo'lsa, hozirgi holatidan ozod qilib, erkin bo'lgan, mustaqil bo'lgan bularning podshohligini asli keltirishini dal Hazrat Iso ustidan kutgan. Ya'ni real bo'lgan, haqiqiy bir podshohlikni kutgan. Xudoning nazarda tutgan bo'lsa, Xudoning podshohligi, Xudoning podshohligi bilan kishilarni o'zi bilan yarashtirgan haqiqiy podshohligini bizning oramizga, kishilarning orasiga kirgan shunday bir podshohlik bo'lsa, lekin bu yerda Yahudiylarning kutgan bo'lsa real bir davlat, podshohlik bir davlat shuni kutgan emasmi? Va shuningdan taki hozirgacha Yahudiylar, ya'ni Yahudiylar orasidami Masih e'tiqodchilari bor. Ham shundaqlar va faqat Yahudiy e'tiqod, ya'ni Xudoni biz o'xshash Yahva, Xudoyim degan bilan Masihni e'tirof qilmay, hozirchalik Masihni kutadigan shu Yahudiy e'tiqod, Yahudiy dindagi Yahudiylar bor degan o'xshash. Ular hozirchalik shu Masihni saqlab o'tadi, ya'ni bu Yahudiy dindidagilar hozirchalik Masihni saqlab o'tadi. Masihning kelib o'zining podshohligini, ya'ni Davud podshohligini asli keltirishini kutib o'tadi degan o'xshash. Ya'ni biz kitobda izchil tilg'agan shu Tavrat ustozlari Hazrat Isoni rad qilgan, Hazrat Isoni chalim-kesak qilgan, Hazrat Isoni kirishga muxlagan shu Yahudiy Tavrat ustozlari bo'lsin, Yahudiy dindikilar bo'lsin, Yahudiylar bo'lsin, ular hozirchalik bor degan o'xshash. Qisqasi 15-oyatda Hazrat Iso ularning o'zini Isroillarning podshoh bo'lishga majburlaydiganligini bilib, ulardan ayrilib, qaytadan tanho taqqa chiqdi degan mazmun dal shuni qildi. Shunga bu kishilar Hazrat Isoning shu nimasidan, nenidan yegan bu kishilar bo'lsa, Hazrat Isoni shuna bir garchi Xudoning avatgini, payg'ambari deb e'tirof qilgan bilan Hazrat Isoning haqiqiy kimligini, ya'ni haqiqiy ruhiy hayotlik, mangulik hayotga taqildigan Xudoning podshohligini asli keltirgan, bu Xudoning podshohligining qanday podshoh ekanligini cho'nqur tushunib yetmagan, texi cho'nqur tushunib yetmagan shuna kishilar ekanligini, faqat payg'ambarlik salohiyatida shu vaqtdagi o'zlari kutgan, o'zining erkinligi, ozodligini o'ylab yurgan shu kishilar shu o'zlariga xos bo'lgan kutganlari, o'zining o'ylari ichida, o'zining orzusi ichida shu qamsilib, shu o'zining shu tushunchasi, orzusi ichida Rabbni tunigan kishilar, Rabbni haqiqiy Rabbligi, Rabbning haqiqiy Xudoning irodasi ichidagi shu Rabbni tunimasdan, balki o'zining orzusi ichidagi shu o'zining kutgan ichida shu Rabbni tunigan, shu Rabbni shundaq payg'ambar, shu kishi deb tunigan bu kishilar deb tushunsa bo'ldi. Shunga Hazrat Iso ulardan ayrilib, chunki Hazrat Isoning tamomlamoqchi bo'lgani, amalga oshirmoqchi bo'lgani, ular kutganiga o'xshash real bir podshohlik, qandayki bir Davud podshohligini yer yuzida haqiqiy bir podshohlik davlat sifatida asli keltirgan undaq ish emas, balki Xudoning podshohligi, arishning podshohligiga oid mazmun ekanligini biz anqara olamiz. Ulardan ayrilib tanho taq chiqdi degan gap, tanho turish. Bizga nisbatan tanholik, yolg'izlik nimadan deray bir desak, Xudo bilan birga bo'lgan vaqt.
Xudo bilan bilib paranglashadigan, Xudo bilan maslahatlashadigan, Xudo bilan muңdashadigan, Xudoning so'zlarini anglaydigan, biz ahvollarimizni Xudoga aytadigan, Xudoning oldida o'zimizning dardimizni to'kadigan deganga o'xshash. Xudo bilan birga bo'ladigan vaqt, Xudo bilan sirlashadigan vaqt degan o'xshash. Shunga hozir deysammi, doim biz muqaddas kitobda mushqish har qismini ko'ra olamiz. O'zi yolg'iz taq chiqib ketdi yoki o'zi yolg'iz qoldi degan mazmunlarimiz uchirtimiz. Ya'ni Xudo bilan birga doim o'zimi Xudo bilan birga bo'ladigan vaqtlarni doim ayrim Xudo bilan birga bo'lgan vaqtni ajratganligini biz anqaralaymiz. Shunga bizmi o'zimiz yolg'iz, o'zimizning ayrim Xudo bilan bo'lgan vaqtimizni, Xudo bilan ayrim paranglashgan vaqtimizni yolg'iz shunda Xudo bilan birga bo'lgan shunda bir vaqtlarimizni o'rnatishga ahamiyat berishimizning muhimligini biz tushuna olamiz. Bugün keçirsizlar o'tirdim o'zim mazmunni qisib qo'yib edi, mazmunni jihiltib etdim. Bugungi mazmun o'shangicha bo'lsin. Amsiga hammalar Xudodan kelgan anqarash qobiliyati, cho'nqir tushuncha, aql farosat va ro'shan qalb Xudoning sizlarga ato qilishini tilayman. Biz hamsi keyingi qatimliq darsimiz ko'rishaylik va balki men keyingi hafta vaqtida dars chiqarmaslik mumkin, bir necha kun kechikib qolish mumkin. Shuni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Ma'qul, biz keyingi qatimliq darsimizni ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.